hattoki ba'zi bir F70 tashxisli bolalar, insonlar deylik, insonlar hattoki o'zi ishlab, ro'zg'orini tebratib, oila ham quroladi. Bu yerda уже aqli zaiflik ketyapti, deyaptilar. Ya'ni bu doim biz aytadigan narsamiz. Ya'ni bola bilan yoshligida to'g'ri shug'ullanmay qolgan paytlarda ko'pincha aqli zaifga o'tib ketadi bu narsa. Bunda уже ko'p narsalarni tushunmaslik, bilmaslik, aqli zaiflik ketayotgani uchun doktorimiz aytayotdilarki, "Men deyaptilar, hozir bunga F70 ga, ya'ni aqli zaiflikni og'irroq darajasida turibdi" deb qo'yib beraman deyaptilar. Lekin bu holat bilan ham ishlansa bola bilan F70 men aytmoqmanki, F70 ni o'zi emas, 71 ni eng baland darajasida turibdi deyapman. 72 ni 71 ga, 71 ni oyisi 70 ga tushirsa bo'ladi. F70 ga tushganda agar vrach bo'lmasangiz, agar mana shu sohada ishlamasangiz, boshqa qilmasangiz, siz F70 ga odamni uncha-munchaga ajrata olasiz. Ya'ni g'alatiroqmi deyishingiz mumkin. Ko'chada ko'rib, ular gaplasha oladi. Ular ko'chada o'zi magazinga bora oladi, o'zi narsasini sotib ola oladi. Hattoki ba'zi bir F70 tashxisli bolalar, insonlar deylik, insonlar hattoki o'zi ishlab, ro'zg'orini tebratib, oila ham qura oladi. Tushundingizmi? Ya'ni aytmoqchimanki, F70 qo'yib beradilarmi, 71 qo'yib beradilarmi, undan past pog'onalarga olib tushib, tashxisni bemalol o'zgartirsa bo'ladi. Demak, buni orqaga yaxshi tomonga o'zgartirishimiz mumkin ekan. Eslab qolasiz mana shu narsani. Хорошо, обязательно pastga tushirsangiz bo'ladi.